Yana uyg'ondim. Afsuski, endi baridan qutuldim deganimda, yana shu olam, yana shu tashvishlar. Nihoyat yakshanba. Hech bo'lmasa shu yakshanba kuni o'zimni erkin va ozod his etaman. Qolgan kunlar esa yana ish, o'qish, har xil tashvishlar. Yakshanba quyoshi, yakshanba tongi. Naqadar halovatli, lekin afsuski ertadan yana tashvishlar. Men nimadir qilishim kerak edi. Ha, aytgancha. Xo'p, hurmatli talabalar, sizga oraliq nazorat uchun kino ishlash topshirig'i berilgan. Xullas kino olish kerak. Ha, mayli, ishga kirisha qolay. Lekin nimadir yoza olishim dargumon. Rosti hamma narsaga qiziqishim yo'qoldi. Hech narsa oldingiday emas. Barchasidan charchadim. O'zimdagi ishtiyoq va tirishqoqlik hammasi yo'qolib ketdi. Boshqa kursdoshlarim guruh bo'lib nimadirlar qilishyapti. Allaqachon balki kinosini ham olayotgandi. Men esa ularga qo'shilgim yo'q. Och qoranga adabiyot sig'maydi deganlaridek, miyamga hech qanaqa g'oya kelmayapti. Kambag'allik qursin. Hammasidan shunchaki charchadim. Assalomu alaykum ona. Va alaykum assalom bolam, yaxshimisan? Ha, chidasa bo'ladi. Hammasi yaxshi. Yakunlaring qanday bo'lyapti? Qiynalmayapsanmi? Biz rosa xijolatdamiz bolam. Senga yetarlicha pul ham yubora olmayapmiz. Dadang chet elda ishlayapti, lekin oylik ulguri 3 oydan beri berishmayapti ekan. Biz ham amallab yonimizdagi do'kondan qarzga bozorlik qilib turibmiz. Xudo xohlasa hali hammasi yaxshi bo'lar bolam. Sen ham o'zingni ehtiyot qil. Xo'p, mayli ona. Dars qilishim kerak edi. Bunaqa narsalarni o'ylab, qanday qilib nimadir yozish mumkin? Hali ikkita fandan nambalarim ham bor. Ularni qanday yopaman? Bu yog'i nima bo'ladi? Hozir tinchgina qishlog'imda yuraversam bo'lar ekan. Naqadar go'zal shahar va beshafqat. Puli yo'q insonni shunchaki yamlamay yutib yuboradi. Ishga joylashishim kerak. Lekin aksiga olib, qayerga ishga joylashmoqchi bo'lmayin, hammasi talabaligim uchun ishga olishmayapti. Xo'sh, nima qilay? Mana bir necha soat o'tdi, lekin hamon miyamga hech narsa kelgani yo'q. Umuman o'zimni tushunmayapman. Miyamda faqat bo'sh savollar. Ancha baland ekan. Qiziq. Shu yerdan hozir o'zimni tashlasam, hammasidan osongina qutula olamanmikan? Tasha o'zingni. Qo'rqib ketdingmi? Qo'rqib ketding. Lekin shu odam hozir o'zini o'ldirmoqchi. Men o'zimni o'ldirmoqchi emasman. Ko'zlaring aytib turibdi. Qanaqa o'zingni o'ldirmoqchi emasligingni. Bilasanmi? Bir necha yil oldin men ham xuddi shu joyga seni o'ylayotgan muammolar, seni ko'zingdagi dard va sen qilmoqchi bo'lgan ish xayollar bilan mana shu yerda o'tirganman. Xuddiki hozir shu yerdan o'zimni tashlasam, hammasidan osongina qutulib ketaman.
No mayli, qisqasi xuddi gugurt topolmayotgan kashandaga o'xshaysan basharangdan. Ijodkormisan deyman. Ha, talabaman. Qisqasi menga kino olish topshirig'i berilgan. Och qoringa adabiyot sig'maydi deganidek, menda hech qanaqa g'oya yo'q. G'oya. Da, ijodkor xalqi o'zi shunaqa. Bilasanmi, ba'zida bizga hayotni chiroyli, rangli va yorqin qilib tasvirlab chizib berishimizni so'rashadi. Lekin qo'limizda qora qalamdan boshqa hech narsa bo'lmaydi. U haqiqiy ijodkor. O'sha qora qalamdan ham odamlar miyasida umuman topilmaydigan o'zgacha asar yaratadi. Aslida mavzu yo'qligi ham bir mavzudir. Shunchaki ichki ovozingga quloq solishing kerak. Yaxshilab o'yla. Bu aljarashlarim seni hammasidan osongina qutulib ketishing haqidagi o'ylar va bu qaroringdan to'xtatib qolmaslik kerak. Shunchaki hammasidan oson qutulmoqchi eding. Endi men senga yordam beraman. Aslida mavzu yo'qligi ham bir mavzudir. Shunchaki ichki ovozingga quloq solishing kerak. Shunchaki ichki ovoz, atrofim xuddi qafas, ozod bo'lib etsam parvoz, ozod bo'lib etsam parvoz.